bular bir oy oldin kapelnitsa olgan ekanlar. Tromboflebit bo'lib qolibdi. Buni UZIda ko'ramiz. Buni UZIda ko'rganimizda teri osti vena уже kapelnitsa qo'yib bo'lmaydi. Yopilib qolgan, mana bosganda ezilmayapti. Tromb bo'lib qolgan. Lekin aytib o'tish kerak, bu tromb xavfli emas. Kapelnitsadan keyin juda ko'p bemorlar qon suyultiradigan dorilar ichishni boshlaydi. Kompresslar, bular ham kompresslar qo'yishibdi. O'zlari emas, shu doktorlar ko'pchilik tavsiya qiladi, o'sha tavsiyaga yarasha qilishadi. Bu unaqa xavfli narsa emas, bunaqa holatlarda местный lечение qilsa bo'ladi. Shu местный lечение qilganda mahalliy og'riq qoldiradigan har xil mazlar ko'p aptekada, o'shani olib surib tursa bo'ladi. Sekin-sekin vоспаление ketgandan keyin og'riqlar ham ketadi. Eng muhim narsa vahmaga tushish kerak emas. Kapelnitsadan keyin bo'lgan tromb bu unchalik xavfli emas. Ja qattiq bezovta qilsa, bitta ko'riyga, flebol ko'riga kelib ketsa bo'ladi. Qo'shimcha tavsiyalar beradi. Lekin qanaqadir qon suyultiradigan dorilar, sxemalar, unaqalar tavsiya qilinmaydi. Og'ir narsa ko'tarmasanglar, og'ir ish qilmasanglar bo'ldi. Bir necha oy ichida, lekin birdaniga emas, bir necha oy ichida bu so'rilib yuvib ketadi.